Sahne faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. Ikkinchi bob. Mustaqillik arzu umidlarining O'rta Osiyoda ko'pikka aylanish jarayoni. Ayni vaqtda Sovet ittifoqi kuchib ketgan. Majburiy chiqarilgan Uyg'urlar uzun yillik dishvorchilikni boshdan o'tkazib, omon qolgan va ta'liyi o'ngdan kelganlari Qozog'iston tavasida Almuta, Yarkent, Chilak, Chunja, Uyg'ur rayoni, Sultonqo'rg'on, Qirg'izistonda To'qmoq, Bishkek, Uyg'ur noyasi, Alatov qatorliq. Ya'ni azadli Uyg'urlar yashab o'tgan joylarga birlab, ikkilab yig'ilib, makon tutib, o'mlikda yashash fursatiga erishmoqda edi. 1985-yildan boshlangan Sovet ittifoqi siyosatidagi qayta qurish islohotidan ilhamlangan bir turkum, ya'ni sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga xizmat ko'rsatgan rahbarlardan, jangchilardan tarkib topgan ziyolilar, vatanparvarlar o'zaro yig'ilishib, Uyg'uristonning kelgusi, millatning taqdiri ustida fikrlashishga boshladi. Ruslarning ikki yuzlamachi siyosiy muomalasiga ko'p uchirgan, tajribali peshqadamlarning ehtiyotchanlik tadbirlari bilan elib berilayotgan siyosiy arqa ko'rinishlik ijtimoiy yig'ilishlar, nazir chiroq, o'ltirish, mashrab degandek ommaviy so'rin shaklida uyushtiriladi. Ko'pincha hollarda 10 kishidan ortib ketmagan kichik guruhlar bo'yicha suhbat elib beriladi. Ular o'zaro burunqidimi bakroq yaxshi tunishish orqali hozirgacha to'liq bayqalmagan millatchi, vatanparvar kuchlarni qizib chiqib, kishini hayajonga solg'udak vaziyatni borliqqa keltirdi. 1986-yil 13-noyabr kuni Hashir Vohidi, Abduqodir Ibrohimov, Rahimjon Ro'zi, Mahmud Charmash, Ismoil Anvari, Mahmud Parmash, Ismoil Anvari qatorliq shu davrning olim, ziyoli, peshqadam, ya'ni sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatining rahbar va inqilobchilar yetakchiligida Sobit Uyg'uri Abdurahmonning sohibxonligida, ya'ni Sobit Uyg'uri o'qituvchilik qiladigan Yarkent o'rta maktabida millatchi, vatanparvar zotlar yig'ilib, tunji qatim kollektiv holda vatanning mustaqilligi, millatimizning ozodligi ustida rasmiy muzokara elib berildi. Mushu yig'inda vatanning nomi, qurilg'isi, davlatning xarakteri, mustaqillik kurashining usullari, tashkiliy qurilma to'liq muzokara qilinib, tashkilsiz bo'lsa-mu qarordan o'tkazildi. Vatanning nomi Uyg'uriston, davlatning nomi Uyg'uriston Jumhuriyati, hukumat apparati parlamentlik erkin tuzum, vatan qutqizish harakati mukammal siyosiy partiya tashkilotining yetakchiligida elib berilgan kerakli qonunli harakatlar. Tashkilotning nomi Uyg'uriston Ozodlik partiyasi. Ular shu qatimliq yig'indan keyin Qozog'istondagi Uyg'urlar yashaydigan hamma shahar, rayon, sakra qishloqlargacha, Qirg'izistondagi Uyg'urlar yashaydigan barliq rayon, sakra qishloqlargacha, O'zbekistondagi Uyg'urlar yashaydigan barliq shahar, viloyat, sakra qishloq mahallagacha Uyg'urlar bilan ostiqil munosabat o'rnatib, chambarsimon bir tutashliq holga keltirish faoliyati boshlatildi. Tashkilot texi qurilmagan bo'lsa-mu, lekin o'z vaqtida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatida turli tashkiliy, ma'muriy, harbiy xizmatlarni bajargan. Uningdan keyin Xitoy bosmachilarga izchil qarshilik ko'rsatib, turli yoshirin tashkiliy harakatlarni yurgizgan. Shuningdek, Sovet ittifoqiga chiqqandan keyin farqli siyosiy tajribaga ega bo'lgan, yetakchi rolga ega nurg'ulg'an shaxslar bo'lg'achqa, navbatdagi yoshirin siyosiy harakatlarni qattiq intizom, prinsip ostida rivojlanib, ozodlik ko'rishiga lozimli kuchlar to'liqlanib meng'otadi. 1991-yil avgust Sovet ittifoqining tarqalishi Uyg'uristonning mustaqilligi uchun yiqilgan yeshil chiroqdan bishorat bermoqda edi. Bir yoqdan hayajon, qarindoshlarimizning ozodlik va hurligidan suyunib, yana bir yoqdan fursatni g'animat bilib, darhol
partiya tashkilotini qurishning tayyorligi. Har tarafga harakat qizg'inligi jush uratdi. Bugun partiya tashkilotini qurib, erta saharda vatanni ozod qilish janglari boshlanib ketilgandek olamcha hayajon ilkida. 1992 yil 5 fevral Almuta shahrining yenidagi Sultan Qo'rg'on noyasining yig'in zaliga Uyg'uriston Ozodlik partiyasiga o'zlarini a'zolik tizimlatgan 4500 nafar Qozog'istondagi Uyg'urlar, O'zbekistondan, Qirg'izistondan kelgan bir qancha yuz Uyg'ur mehmonlar, Qozog'istonning munosabatlik idora o'rinlaridan qatnashgan mehmonlar bo'lib, 5000 dan ortiq kishining hozir bo'lishi bilan Uyg'uriston Ozodlik partiyasi yig'ini rasmiy chaqirildi. Keyingi kunlari partiya a'zoligiga rasmiy tizimlangan a'zolar nizomnomani muzokara qilib, ovoz ko'pchiligi bilan ma'qul edi. Yig'inning oxirgi kunlari partiyaning barliq rahbarlari saylab chiqildi. Joylardagi yerlik sho'balarning guruh boshliqlari tayinlandi. Rasmiyat bajarish uchun talab qilingan barliq materiallar taqinib, Qozog'iston asosiy qonun mahkamasiga topshirildi. Partiya tashviqoti, vatanparvarlik tashviqoti, tashabbus, targ'ibot faoliyatlari qanot yaymoqda edi. Kutilmagan ahvolda mahkamaga yo'llangan material tasdiqdan o'tmay qaytarildi. Sabab, a'zo soni 7000 dan tuvan bo'lsa, partiya darajasiga to'shmaydi. Ya'ni 2 oy ichida a'zolar sonini to'liqlab bo'lolmasa to'liq rad qilinib, undan keyin undaq bir partiya huquqimi jiddiy ahvol ostida cheklandi deb eskartilgan. Aslida Qozog'istonning yangi ma'qullangan qonunida partiya tashkiloti qurish uchun qatnashgan a'zo soni 4000 dan tuvan bo'lmaslik degan belgilama ochiq bo'lsa-mu, nimishqidir 4500 dan ortiq a'zo soniga ega Uyg'uriston Ozodlik partiyasi tasdiqdan o'tmagan edi. Bu ishni surishti qilib, qonuniy yo'llarni mengishga vaqt yetishmaydi. Shunga tashkilot rahbarlari, aktiv a'zolar fidokorlik ko'rsatib, yurt-yurtlarga berib, ommani yig'ib, ochiq maydon tashviqoti olib bordi. Bir oyga yetmagan qisqa vaqt ichida 3000 dan ortiq Uyg'ur o'zlarini Uyg'uriston Ozodlik partiyasi a'zoligiga tizimlatdi. 8000 ga yaqin a'zolarning yozma iltimoslarining ko'payishini, yozma iltimoslarning kopiyasini, to'lagan a'zolik badal pullarining i'onidan yig'ilgan pul va mulklarning talullari, o'tigan boj rasmiyatining isbotlari taqinib, takror munosabatli o'ringa yo'llandi. 2 haftadan keyin ularga Almuta oblastlik yuqori sudning qarori bilan rad qilingan hujjat yetib keldi. Hujjatning mazmuni mundaq edi. Qozog'iston Oliy Konstitutsiyasi partiya qurishga munosabatli qonunlaridagi belgilamalada ko'rsatilishicha, Qozog'iston territoriyasidagi fuqarolar boshqa bir davlatning ichki ishiga aralashadigan shaklda har qanday partiya tashkilotchisi bo'lmaydi. Faqat Qozog'istonning siyosiy, madaniy ishlariga aloqador partiya qurib, Qozog'iston territoriyasida harakat qilishga bo'ladi. Uyg'uriston Ozodlik partiyasini qurib chiquvchilar tashkilotning xarakterini o'zgartirib, faoliyat atqusi butunlay huquqliq deganlardan iborat edi. Bu javob garchi Uyg'uriston Ozodlik harakatining partiyaviy shaklda elib berilishi uchun cho'ng bir to'salg'i bo'lgan bo'lsa-mu, Qozog'istonning emas, balki barliq demokratik ellar qonunidami aniq belgilanadigan, tushunishga bo'ladigan javob edi. Shundaqdimi partiyaning beshikida bo'g'ib etilishi rahbarlardan tortib odatga a'zolargacha kutilmagan zarba bo'lib ruhsizlantiradi. Vaziyatning yomon tarafga menib ketishning oldini olish uchun, ya'ni hem asosiy nishon Uyg'uristonni ozod qilish bo'lg'achqa, Hoshir Voidi, Sabit Uyg'uri, Abduqodir Ibrohimi, Tursun Turdiyev qatorliq partiyaning bir turkum muhim rahbarlari jiddiy muzokara qilib, faqat partiya degan bir so'zni almashtirsa, harakat nuqtasidan, ya'ni aslidagi nishonga yakili bo'lganligi fikriga kelishdi va 61 kishidan tarkib topgan partiya markaziy komitet a'zolarining favqulodda jiddiy yig'inni chaqirdi. Umumiy muzokaradan keyin a'zolarning ovoz ko'pchiligi bilan partiyani tashkilotga o'zgartirib, Uyg'uriston Ozodlik tashkiloti degan nomni ma'qul etdi.
Aradan uzun o'tmay, ya'ni 1992 yili 22 aprel favqulodda umum yig'in chaqirib, tashkilotning mutlaq ko'p sonli a'zolarining qatnashishi bilan bo'lib o'tgan voqealar doklad qilinib, navbatdagi o'zgarish a'zolarining ma'quligidan o'tkazildi. Shuningdek, Qozog'iston hukumatining munosabat o'rinlariga aniq oldirilib, qonunliq, ochiq-oshkora erkin faoliyatlar qanot yaydirilishga boshladi. Shuning bilan bir vaqtda Qirg'izistonning poytaxti Bishkekni markaz qilgan holda qonuniy rasmiyatda mustaqil, ichki jihatda sho'ba bo'lib Uyg'uriston ozodlik tashkiloti Toshkentni markaz qilib qonuniy jihatda ayrim ichki munosabatli sho'ba bo'lib O'zbekiston Uyg'ur madaniyat uyi nomida bir sho'ba tashkil etdi. Bu üç cumhuriyette bir taraftan Uyg'uriston ozodlik harakatining siyosiy muammolari muzokara qilinsa, yana bir tarafdan ommaviy tashviqot, xalq ommasini rag'batlantirish, Uyg'urlikqa qaytish, yosh va o'smirlarni Uyg'ur ruhi bilan yetildirish, xalqaro munosabatlarda Uyg'uristonning mustaqillik masalasiga qiziqadigan vaziyat barpo qilish. Shuning bilan bir vaqtda Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarning arxivlarida saqlanayotgan Uyg'uristonning o'tmishiga aloqador tarixiy hujjat, turli siyosiy materiallar imkonning boricha to'planmoqda edi. Hatto bu xil harakat Moskvadagi davlatlik arxiv xonalarigacha yetib borgan edi. Mushu qisqagina vaqt ichida Olmuti shahrida yana Cumhuriyetler Aro Uyg'ur ittifoqi, Qozog'iston Cumhuriyetlik Uyg'ur madaniyat markazi, Sharqiy Turkiston Xalqaro Milliy komiteti, Bishkek shahrida Uyg'ur ittifoqi jamiyati qatorliq siyosiy madaniy tashkilotlar qurilib, tashkilsiz Uyg'ur qolmagandek hayajonli kayfiyatlar rivojlandi. Mayli siyosiy tashkilotlarning rahbarlari bo'lsin, mayli nom jihati madaniy ijtimoiy tashkilotlarning rahbarlari bo'lsin, o'zlarining bo'lg'isi Vatan qutquzish harakatlarining rahbarlari, Vatan ozodlik harakatining fidokor jangchilari deb aqida qilishyapti. Qayerdan kelsan kel, vatanga kiradigan darvozaning oldida mana biz bor. Biz bilan kutishmay turib bo'suqdan o'tolmaysan deb shunchalik faxrlanadi ular. Sapning oldida janggohda o'zlarining bo'lmasa bo'lmaydiganliklariga ishonch qilib. Darvaqa shu yili 20-iyun Istanbuldagi Sharqiy Turkiston rahbidan Hamidxon Ko'pturk apandi Olmutiga yetib kelib, shu yil oxirigacha Istanbulda xalqaro bir tashkilot qurish tayyorligida bo'layotganligining xabarini yetkazdi. U bu safarda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlardagi Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarning vaziyatini o'z ko'zi bilan ko'rib, fikr almashtirib, ularni Istanbulga yig'inga qatnashishga da'vat qilish vazifasi bilan kelgan edi. 1949 yılının ahiridan itiboran do'st va dushmanlik munosabati tamamen uzilib ketgan va ya'ni Turkiya, Amerika, Saudiya tarafga ketganlar Gomindanparast, Çin'i Turkistonchi, vatan sotuvchilar, Sovet ittifoqi tarafga ketganlar Rusparast, kommunistlar, vatanni ruslarga sotmoqchi bo'lgan rus absharkilari degandek batnomlar bilan yiroqda turib 40 yıldan artıq o'chmanlashib yurgan ichki dushmanlarning o'ttirisiga tog'ni o'rish uchun kelgan bu kishi Turkiyaning sobiq generali Muhammed Rıza Paşa'nın elchisi edi. Hamidxon Ko'kturk apandining so'g'uq qonliq bilan ko'rsatgan tirishchanligi va ya'ni garchi o'zi Turkiya armiyasining sobiq generali va Turkiyaning sobiq bir xodimi bo'lsa-mu, tağısı Muhammed Emin Buğra'nın şerefi bilen yüzlük General Mayor Muhammed Rıza Paşa'nın halis oturup çıkanlık münasebeti bilen Otur Asya ve Kazakistan'daki Uygur siyasi faaliyetçileri İstanbul'da çağırılgan Xalqaro teşkilatının kuruluş yığınıga vekil evatilgan bulup bütüştü. Sovet ittifaqı yıkılıp dünyanın şarkıdan garbigiçe, janubdan şimalgacha bütün insaniyat xotirjamlikka erishdi. Chunki Sovet ittifoqi bütün dünya ahliga atom, yadro urushi bilan taglik solgan bo'lg'achqa,
bu afətning yo'qolganligi rostli tinchlikdan bishorat edi. Sovetning yo'qolishi hammadan Uyg'urlarni suyundirgan bo'ldi. Birinchi, qarindoshlarimiz ozodlikka erishdi. İkinci, u yoqlardagi qarindoshlarimiz bizning ozodligimizni qo'llab, bizga yordam qildi va hokazolar. Shundoq ilhom bilan 1992 dekabr İstanbulda bütün muhaciratga Uyg'urlarning yüzlük, nüfuzluq shaxslari, tashkilot rahbarlari, vakillar yig'ilib, Xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultayini qurib chiqdi. Sen Gomindangning g'olchisi, sen Chini Turkistonchi, sen Ruslarning afsharkisi, sen kommunist yo'qol bu yerdan degandek 100 turani haqoratlarni bo'lmay qolmadi. Qandaqli bo'lmasin, yig'in davomlashdi. Tashkilotning nomi Uyg'uriston, yo'q, tashkilotning nomi Sharq Turkiston nomli parakandichilikmi hal qilindi. Ya'ni O'rta Osiyodagi tashkilotlar Uyg'uriston deb, Turkiya va Saudiya qatorliq joylarda Sharq Turkiston deb atash. Axborot vositalarida Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriston milliy qurultiyi deb to'liq eskartish qaror qilindi. Mansab masalasida ko'ngilsizlik chiqdi. Aysa apandim faxriy raislikni qabul qilmadi. Uning tarafdorlari yig'indan chiqib ketdi. Chak yana bir qatim buzilib ketdi. Ayrıldıqanlar ayrılıb, qaldıqanlar qilib, Xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultiyi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Avstraliyadan Moskvagacha, Amerikadan Almutagacha vakili saylab chiqilgan bir xalqaroliq Uyg'ur tashkiloti barliqqa keldi. Ammo armonga tushib darmon yo'q deganda qurultayning markaziy oylarda biror Uyg'urcha gazet nashr qilib tarqatishdan boshqa unumli faoliyat qila olmadi. Burunqi adovatlar, yurtvozlik, yangi mansab talashishlar, chetki qishlar, qo'llamasliklar tufayli qurultay nomi bor, o'zi yo'qdek faoliyat joyiga tushib qoldi. Bu faqat kichik to'sqinlik, hasadxo'rlik, qitig'irlikning natijasi edi. 1994-yilga kelganda O'rta Osiyo tashkilotlar qurultay markaziy rahbarlik huquqini yurgizolmadi. Yig'inda elingan qarorga amal qilmadi degandek sabablarni ko'rsatib, qurultaydan chekinib chiqishdi. Ular yana avvalgidek to'shiga chekib, vatanni biz ozod qilamiz degan xitob nomlarida mahkam turib faoliyatini davom ettirdi. Lekin Xitoy mustamlikchilari qora qo'lini O'rta Osiyoga ochiq shaklda 3 liniya bo'yicha uzatdi. Birinchi, tashkilotga aktiv xodimlarning vatandagi tuqqanlarini quturtib, tuqqan yo'qlashga, yurtni ko'rishga qiziqtirish orqali faoliyatchanlikdan suslashtirish va orqasidan ig'vo tarqitib, tashkilotdan yiroqlashtirish. Shuningdek, vatanga tuqqan yo'qlashga borgan odatdagi fuqarolarni alohida viza imtiyozi, tijorat qilish imtiyozi, mablag' imkoniyati bilan ta'minlab, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini maqtatish, tashkilotlardan yiroq turishga unditish qatorliq ushoq ishlar orqali tashkilotlarni ojizlatish va ommadan ayirish taktikasini ishga oshirdi. Ikkinchi, 1995-yili Bishkek shahrini asos qilib Uyg'ur tijoratchilar birligini Beijing Xitoy markaziy hukumati iqtisodiy mablag' silib qurib chiqdi. Bu jamiyatga Qirg'izistondagi tijoratchilar emas, balki mo'tabar yurt cho'nglari, ulamo, akobirlar, olim tadqiqotchilar, ilmiy xodimlar, yurt oqsoqollari qatorliq muhim ham nufuzli Uyg'urlar faxriy o'ringa kirgizilib, butun O'rta Osiyo miqyosida Uyg'urlarni Beijingga qiziqtirish, Xitoyga qarshi turishdan yoltaytish, siyosiy tashkilotlarni nufuzsizlashtirish, Uyg'urlarni o'zaro dushmanlashtirish qatorliq Xitoyga foydali vaziyat yaratdi. Uchinchi, 1996-yil iyun Xitoy boshchi bo'lib Shanxay ittifoqini qurib chiqdi. Bu orqali O'rta Osiyodagi Xitoyga qarshi faoliyat qiladigan tashkilot va shaxslarni davlatlarning siyosiy hujjatlari bilan cheklatish fursatini barliqqa keltirdi. Bu to'salg'ilarning va buzg'unchiliklarning hammasi Xitoyning yili nayron, taktika va iqtisodiy dasmoyisi hamda O'rta Osiyodagi Xitoy parastlarining ichimizdan va davlat apparatining birlikda moslashishi bilan to'liq ishga oshdi.
O'rta Osiyodagi vatan qutqazish harakatlarimizga qarshi yurgizilgan Xitoyning va Xitoy halçılarının shuningdek O'rta Osiyo davlatlarining shu qator dushmanligi yetmagandek Rossiyadami cho'ng bir tahdid o'tirib chiqmoqda edi. Ya'ni ilova aslidagi mavzuni texmi yaxshi tushunishga foydali bo'lar degan umidda Sovet ittifoqining qayta qurish islohot jarayoni va uning natijasi to'g'risida qisqacha to'xtalishni to'g'ri ko'rib, shu chog'da qisman ammo muhim siyosiy hodisalarni qo'shib qo'ydim. Mikhail Gorbachev Sovet ittifoqi Kommunist partiyasining bosh sekretari, Ichki ishlar komitetining bosh komissari, KGB'ning bosh komissari qatorliq muhim o'rin mansablarni o'z qo'liga jamlagandan keyin 1985 yil avgustda qayta qurish nomida islohot elib boradiganligini jakoladi. Sovet ittifoqini qayta qurish plani dastlabki qadamda tuvandagidek bir qancha tur bo'yicha ijroatga qo'yildi. Birinchi, iqtisodiy tur. Iqtisodiy tur bo'yicha davlat egiligidagi kooperativlarni tarqitib, xususlashtirish, o'rta tipdagi ishlab chiqarish setish turlarini o'ziga berib xususlashtirish, terimchilik, chorvachilikni xususlashtirish, yer, uy mulk boshqarish, igidorchilik huquqini xususlashtirish qatorliq nurg'un iqtisodiy turlarni fuqarolarning erkin tasarruf qilishiga topshirishdan iborat kichik burjuaziya tuzumini yo'lga qo'yish edi. Ikkinchi, ijtimoiy jamiyat erkinligini keng qo'yib berish, fuqarolarning tashkillanish erkinligi, o'ylash, tafakkur qilish, fikr, ko'z qarashlarni erkin bayon qilish, to'plashib norozilik bildirish, namoyish qilish qatorliq fuqaroviy barliq haq-huquqlardan erkin, bemalol bahramand bo'lishi davlat tarafidan kafolatga ega qilinishi kerak. Üçüncü, hakimiyet sistemasida ko'p partiyalik siyosiy tuzumni yo'lga qo'yib, fuqarolarning saylanish huquqlarini kafolatga ega qilish, davlatni siyosiy hujjat bilan emas, aksicha qonun bilan idora qilish. Qonun oldida davlat rahbarlaridan tortib, har bir xalq ommasigacha fuqarolik huquq normasiga ega va majburiyat o'tashga tegishlidir. Davlat rahbarlaridan har bir xalq ommasigacha hamma odam davlatning fuqarosi, qonun va adolat oldida huquq va majburiyatda farqsiz bo'lishini kafolatga ega qilish. 4. Sovet ittifoqi territoriyasi ichidagi jumhuriyatlar xalqining o'z taqdirini o'zlari belgilab, o'z oldiga davlat bo'lishini e'tirof qilish. Har qaysi jumhuriyatlar o'z chiqimlarini o'zlari hal qilish. Tashqi siyosat, tashqi iqtisodiy masalada Rossiyaning manfaatiga uyg'un bo'lishi. Ichki siyosatini o'zlari belgilab, ichki iqtisodiy muomalalarni o'zlari hal qilish. Ichki bexatarlik masalasini davlat mudofaa ishlarini iqtisodiy va kuch jihatda o'zlari hal qilib, Rossiyaga iqtisodiy chiqim salmaslikdan hamkorlashish. Rossiyaga iqtisodiy chiqim salmasdan hamkorlashish. 5. Varshava ittifoqini tarqitib, uning o'rniga o'zlarini Rossiyaning harbiy xarajatsiz qo'g'day oladigan, rayon siyosatida, xalqaro iqtisodiy, siyosiy va mudofaa masalalarida Rossiya bilan o'rtaq maqsadda hamkorlashgan prinsip asosidagi ittifoqni barliqqa keltirish, NATO bilan bo'lgan barliq so'q munosabatlarga xotim berib, qarshilashishni azaytish qatorliq sohalar Sovet ittifoqining qayta qurish siyosatining muhim obyektlari edi. Plan bo'yicha 1986 yildan e'tiboran ichki siyosatda cho'ng o'zgarishlar yuz berishga boshlandi. 88 yili maydan boshlab Afg'onistondagi ishg'oliyatchi Sovet armiyasi chekindirildi. 1991 yili avgustdan boshlab Sovet ittifoqi tarkibidagi jumhuriyatlar ittifoqdan chekinib, o'z oldiga davlat bo'lganligini jakoladi. 1991 yil 21 sentabr Sovet ittifoqining tarqalganligi jakarlandi. 1992 yil 5 mart Varshava ittifoqining tarqalganligi e'lon qilindi. Agar qayta qurish plan bo'yicha ilgarilagan bo'lsa, Rossiya 20 yil ichida dunyodagi eng qudratli birlik kuch bo'lib qad ko'taradi. Lekin Rossiyaning yana bir qatim qad ko'tarishini Yevropaga,
Bütün dünyada raqobatchisiz xo'jayin bo'lishini İngiliz, Fransuz va Germanlar xalamaydi. Ular Rossiyaning tangdoshsiz kuch bo'lishidan bakroq Amerikaning tangdoshsiz kuch bo'lishini o'z manfaatlari nuqtasidan uyg'un ko'radi. Shuning uchun qayta qurish planining birinchi 5 yilida Yevropa va Amerika Rossiya bilan hamkorlashdi. Ammo planning ikkinchi 5 yillik ijroatini qalayimqallashtirdi. Hukumat Dumasi ichida siyosiy o'qituvchilarni kuch kiritdi. Hatto Dumaga tanka va ig'ir tipdagi urush qurollari bilan hujum qilindi. Chechenistonning mustaqil bo'lishini astirdan qo'llab madad berdi. Rossiya bilan Checheniston o'rtasidagi ziddiyat ulg'ayib, urush bosqichiga kirdi. Ya'ni 1985-yili Gorbachev boshlagan qayta qurish plani 1997-yili 17-dekabr Chechenistonning Rossiyaga qarshi qurolli taqobil turish urushining portlashi bilan butunlay so'qchilashgan bo'ldi. Rossiya ichki urush patqiga patdi. Rossiyaning qayta qurish plani xatar yo'liqmasdan olib qarab ketavergan bo'lsa, siyosiy sistem, iqtisodiy sistem va texnika sistemlarini yangilash va almashtirish bilanlar mo'ljaldagi 20 yil ichida planlangan manzilga yetalaydi. Biroq Rossiya siyosiy sistemini yerim almashtira oldi. Shuningdek, iqtisodiy sistem o'zgartishni yerim yo'lda tashlab qo'yishga majbur bo'ldi. Texnik sistemasini yangilash, almashtirish, o'zgartish va taraqqiy qildirishga qadam bosolmadi. Gorbachevning qayta qurish islohoti Sovet ittifoqini, Varshava ittifoqini vayron qilish bilan to'xtab qolmay, balki Rossiya Federatsiyasining tavrin qilishiga sabab bo'lmoqda edi. Bir tarafdan Rossiya ichidagi asir millatlarning g'avg'osi parakand qilsa, yana bir tarafdan Rossiya siyosiy guruhlari, o'qituvchilar Rus hukumatining ulini qizib, texmi xatarli oqibatlarning kelib chiqish ehtimolini oshirdi. Hatto Chechen mustaqillik harakati g'alabaga yuzlanib, ya'ni garchi Dordayev o'ldirilgan bo'lsa-mu, Chechenistonning vaqtliq davlat rahbari Aslan Masxadov bilan Rossiya davlat raisi Yeltsinni muzokara qilishga istab keldi. Bu qadar mag'lubiyatni Rus xalqi, Rus millatchilari asla qabul qila olmaydi. Bu xil vaziyat texi yengil taxtdan tushgan Rossiya kommunist amaldorlari uchun qayta bosh ko'tarishga tepilmas fursat, muvaffaqiyatli huzur bo'lib qoldi. 1996-yili 13 fevral Rossiya Federatsiyasi Kommunist partiyasining raisi Zuganov partiya markaziy komitetining qaroridan keyin bayonot e'lon qilib, atalmış qayta qurish mag'lub bo'ldi. Kelgusidagi Rossiya islohoti Kommunist partiyaning rahbarligiga elib berildi. Buningdan keyin qayta qurish Sovet ittifoqini, Varshava ittifoqini qaytadan qurish bilan ishga oshirdi dedi. Rossiya Kommunist partiyasining va Zuganovning eng xatarli pozitsiyasi bo'lsa, Zuganovning bayonotidagi muni chaqiriq edi. Dunyoda qanchalik millat bo'lsa, shunchalik davlat bo'lishi kerak emas. Balki dunyoni va kichik millatlarni boshqarib tartib saloligida bir qanchalik davlat bo'lsa yetarli. Dunyoning hozirgi ahvolidan, o'tmishidan qaragandimi, kelgusida dunyoga hukmronlik qilsa bo'ladigan 6 millat bor. Ular Rus, Xitoy, Hindi, İngiliz, Fransuz, Amerikan qatorliqlar. Sobiq Sovet ittifoqi territoriyasini o'z ichiga olgan holda Baltik va Balkan xalqini Sharqiy Yevropa ellerini, bütün Slavyan xalqini, Slavyan tili va Slavyan madaniyatiga tava barliq xalqlarni Rus millati boshqarishi. Sharq va Sharqiy Janubiy Osiyoni, Xitoy dengizi rayonlarini hozirgi territoriyasi bilan qo'shib Xitoy boshqarishi. Bütün Hindi va Hindi Osiyo, ya'ni Janubiy Osiyo xalqini Hindi okean, Hindi dengizi rayonlariga barliq xalqlarni hozirgi Hindiston territoriyasiga qo'shib Hindilar idora qilishi. Janubiy qit'a va Orol rayonlarini inglizlar idora qilish bilan birga O'rta G'arb va Janubiy Yevropa ellarini, O'rta Sharq va butun Afrika ellarini an'anaviy siziqlar bo'yicha inglizlar bilan fransuzlar bo'lishib boshqarishi. Shimoliy va Janubiy Amerika qit'asini Amerika Qo'shma Shtatlari boshqarish lozim. Shundoq bo'lganda dunyo tinchlandi. Sovuq munosabatlar urushi qayta yuz bermaydi.
3. Dünya urushidan mudofaalanishning zaruriyati qolmaydi. Rossiya Federatsiyasi Komünist Partiya Mərkəzinin ma'quligidan o'tib, Zuganov o'zi e'lon qilgan mazkur bayonot Rus xalqiga, Rus millatchilariga qanchalik umid bag'ishlagan bo'lsa, yangidan mustaqillikka erishgan O'rta Osiyo ellaridagi millatlar xalqini shuncha ig'ir vahimaga solgan edi. Bo'libmi Uyg'uristonning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan tashkilot va shaxslarni ig'ir qayg'uga soldi. Zuganovning bayonotidan 3 hafta ilgari, ya'ni 1996-yili 24 yanvar Hashir Vohidining tashkilot ishxonasida yolg'iz ekanligini fursat bilgan KGB'ning qotillari uni o'ldirishga suiqasd qildi. Hashir Vohidini qattiq urib o'ldirib deb qanoat qilgandan keyin ishxonadagi Uyg'uriston muammosiga munosabatli muhim paket tarixiy materiallarni elib ketishdi. Ya'ni Hashir Vohidi garchi cho'li o'lik holda hayot qolgan bo'lsa-mu, jonga zomin bo'lgan shu tayoq zarbidan saqlay olmay 1997-yili iyulda olamdan o'tdi. Yana shuningdek Zuganovning bayonotidan dal 2 oy keyin, ya'ni 1996-yili 13-mart Qirg'izistondagi Uyg'uriston ozodlik tashkiloti va tashkilotning siyosiy tashviqotini vositalik bijirib kelayotgan Ittifoq gazetining redaksiyasi 3 oylik cheklandi. Tashkilot va redaksiya mas'ullari sudga tortilib, Xitoyning ichki ishiga aralashmaslik haqida qattiq ogohlantirish jazosi berilib, redaksiya musodir qilindi va tashkilotning faoliyatlari KGB'ning to'liq nazorati ostida elib berilishga mahkum bo'ldi. Shuningdek, sanoqsiz besim, tahdid va xavf-xatar tufayli Vatan ozodlik harakatining siyosiy tashkilot markazini bexatar o'ringa o'tkazish, hech bo'lmaganda vaqtliq Germaniyaga o'tkazib turish kerak. Zurur tepilganda u yerning demokratik tuzum siyosatlaridan foydalanib, mustaqilligimizga uyg'un boshqa joylarga o'tkazib keta olamiz degandek tashvishlar hukm surishga boshladi. Yig'ib aytganda 1995-yili Qirg'izistonda Xitoyning iqtisodiy mablag'i va Xitoyning siyosiy strategiyasidan qurilgan atalmış ticaretçiler birleşmesi teşkilatının qurilishidan boshlab Şanghay Beşligi ittifoqi Hashir Vohidi uchirgan o'limlik suiqasd, tashkiliy cheklama, ijtimoiy chatqi qilish, yetim qoldirish qatorliq bir yurish planliq zarbining natijasida O'rta Osiyodagi uzun yillik orzularning mevasi to'zg'aqdek tuzib ketdi. Vatandan O'rta Osiyoga talmurilsa, endilikda O'rta Osiyodan yiroq g'arbga talmurish boshlangan edi. Davomi bor.